Assalomu alaykum. Motobloklarimizni narx-navolari bilan motobloklarimizga qo'yiladigan jatkalarimiz, rotorli kashilkalarimiz, space jatka, drabilkalarimiz bilan narx-navolarni xudo xolasa qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tamiz, narx-navolari bilan aytib o'tib ketamiz. Oldindan manzilimizni aytadigan bo'lsak, Toshkentda Sobirahim To'mbirobodda. Shiklatimiz Sobirahim To'mbirobodda akalar. Endi motobloklarimizni polностью narx-navolari bilan tushuntirib o'tib ketamiz, xudo xohlasa. Xo'p, 173 dizel motoblokimiz, vozdux filtrlari, massaviy vozdux filtr bo'ladi, baklari 3 litr solarka oladi. Everest brendida ishlab chiqarilgan. Golovkalarga o'yib yozib qo'yibdi 173F deb. Xo'p, skorslarga keladigan bo'lsak, skorslarimiz ikkita skorsli bo'ladi. Oldiga ikkita skors bo'ladi, orqaga bitta skors bo'ladi. Bu avtomat korobka bo'ladi. Bosgan payti yuradigan variantda bo'ladi. Qo'ldan chiqib ketsa, sirazi shu joyda to'xtaydi. Vomlari bor, vomlarga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, qoziqlari ham katta variantda bo'ladi akalar. Xo'p. Everest korobkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Korobkalarga ko'rishingiz mumkin. Endi original, germanskiy, yaponskiy deb yolg'on gapirib sotadigan savdogarlar uchun bu hammasi Xitoy bo'ladi. Yaponiya ham, Germaniya ham aralashmaydi. Hammasi Xitoy akalar, ko'rishingiz mumkin. Endi og'irligiga qarab chiqadi. Sifati quyma blok, boshqa deb yolg'on gapirib sotadigan sotuvchilar bor. Ko'rishingiz mumkin, qozig'i katta qoziq bilan jihozlangan. Nima uchun katta qoziq deb aytamiz? Men bu kichkina qoziq. Ko'rishingiz mumkin, bo'ylari ham kichkina bo'ladi. Bu tomondan ko'rishingiz mumkin. Bu katta qoziqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, ko'rishingiz mumkin, 4 ga 8 ballon farqlarini aytib o'tdik. Endi og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi 80-75 kilo atrofida chiqadi. Bu 173 dizelimiz 80-75 kilo atrofida chiqadi. O'zida 32 ta pichog'i bo'ladi. Shu pichog'i bilan birga aytiladigan og'irlik bu akalar. Pichoqlari ham pechatli variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Excalibur brendi beradi bu pichoqlarni. Pechatli variantda bo'ladi. Xo'p, endi narxiga kelib o'tadigan, narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxi 4 million 700 ming so'm. Bu 7 ot kuchligimizning narxi 4 million 700 ming so'm, buniki 4 million 300 ming so'm. Nima farqi bor deydiganlar uchun, balonlarida pashniflari bor. 90 gradusga buriladigan variantda bo'ladi. Bunimizning narxi 4 million 700, bunimizni 4 million 300. Xo'p, endi bu narxlarning ichida sizlarga qo'shimchasiga bitta plug va bitta ochar qo'shib beramiz. Faqat videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, xudo xolasa shu bitta plug, bitta ocharlari bilan qo'shib beramiz. Everest brend ostida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli motoblokimiz, ko'rishingiz mumkin. Everest baklari 4 litr benzin oladi. Katta bak bilan jihozlangan. Vozdux filtrlari ham katta vozdux filtr. Glusterlari ham katta gluster bo'ladi. Endi original kichik baklari 3 litr benzin oladi. Vozdux filtrlari kichkina nimalarni original brend deb sotishadi. Bu bo'lmagan gap, hammasi Xitoy. Vozdux filtri qancha katta bo'lsa, motorga havo yetishi ham, chang o'tib ketmasligi ham farq qiladi. Vozdux filtrida ham ancha farqi bor. Hammasi bir xil Xitoydan keladigan variantda bo'ladi akalar. Xitoydan keladi, boshqa joydan kelmaydi. Balonlari 4 ga 8 variantda bo'ladi. Golovka bloklarga o'yib yozib qo'yibdi 170F deb. Bu ham xuddi ikkita skorsli bo'ladi. Vomlari bor. Vomlariga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Avtomat korobka bo'ladi. Qoziqlari ham katta qoziq bilan jihozlangan. Bu variantimiz esa 4 ga 10 ballonligi baklarga o'yib yozib qo'yibdi. Bu ham xuddi shunday. Narxiga keladigan bo'lsak, 4 ga 10 ballonligi 3 million 500 ming so'm, 4 ga 8 ballonligi 3 million 400 ming so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada shu videoni kommentariyasida aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, bularga ham shu bitta plug, bitta ochar qo'shib beramiz. Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan motoblokimiz, ko'rishingiz mumkin, LED faralar bilan jihozlangan. Temir kapotli bo'ladi, plastmassa emas. Plastmassa kapot har doim arzon yuradi akalar. Baklariga o'yib yozilgan bo'ladi.
4 litr solyarka oladi. Ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 36 talik. Damas, Matiz, Tico, Labo'larga birga bir variantda tushadigan. Bu kichik akkumulyator emas. Buni kichik akkumulyator variantlari ham bor. 36 lik deb yolg'on gapirib sotishadi. U 36 talik emas. Kichkina akkumulyatorni. 186 galopkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Ko'rishingiz mumkin, rullari uzun variantda bo'ladi. Vomlari bor, vomlariga bemalol karcher, jatka, suv pompa, rotorni kachilka ulab ishlatsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, balonlarda ham ikkita pashinipli bo'ladi, 90 gradusga buriladi. Balonlari 500 ga 12 balon bilan jihozlangan. Bunimizni pichoqlarga ham o'zini brendi tushirilgan, Excalibur brendi. Korobkalariga ham o'zini brendi tushirilgan variantda bo'ladi. Endi akkumulyator farqi bor. 36 talik mayli katta akkumulyator qo'ydik deb yolg'on gapirib sotadigan variantlari ham bor. Buni akkumulyator 3 xil akkumulyator bor. 36 likni kichikroq varianti bor. Mana shuni kichikroq varianti bor. Plus juda ham kichkina varianti bor. Hozir bu yerda 36 talik akkumulyator bu ham xuddi shunday ko'rishingiz mumkin. 36 talik. Ko'ryapsizlar, 36 talik. Bunimizga ham 36 talik deb yozib qo'yibdi. Endi og'irligiga kelib o'tadigan bo'lsak, mana 9 kilo 200 gram chiqyapti. 36 talik bu bizani motobloklarga qo'yiladigan akkumulyatorning og'irligi akalar. Misol uchun biza original Excalibur Xitoyda ishlab chiqariladi. Germanskiy deganlarga ham kichik akkumulyator qo'yib sotishadi. Bu benzin motorimizda ham, solyarka motorimizda ham xuddi shu akkumulyator turadi. Endi bu akkumulyatorga keladigan bo'lsak, 36 talik akkumulyator, xuddi shu 36 talik akkumulyator 6 kilo 200 gram chiqyapti. Farqini ko'ryapsizlar. Original motoblok deb shunaqa kichik prostoy komplektatsiyada qo'yib olib kelishadi. Bizning motoblokimizda hammasi sifatli jihozlar bilan qo'ydirib olib kelganmiz. Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan LED faralar bilan jihozlangan temir kapotli 188. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, narxi 186 mizni shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoga kommentariyada aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, 40 ta pichoq, o'zini 40 ta pichog'i bo'ladi. Plus bitta plug, bitta ochar qo'shib beramiz. Yonida sizlarga bonus sifatida 10 ta tish ham qo'shib beramiz. Faqat sizlardan qilinadigan ish videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'lsangiz bo'ldi. Shu videoning kommentariyasida aktiv bo'lsangiz bo'ldi. 188 dizel motoblokimiz 13 ot kuchiga ega bo'ladi. Rullari uzun variantda bo'ladi. Bu ham xuddi shunday vomlari bu. Vomlariga karcher, rotorni kashilka, jatka ulab ishlatsa bo'ladi. Bemalol narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 300 ming so'm akalar. Xo'p. 192 dizel motoblokimiz. Ko'rishingiz mumkin, rullari uzun variantda bo'ladi. 192 LED faralar bilan jihozlangan, ozoq filtrlari massinli bo'ladi. Baklariga o'yib yozilgan bo'ladi Excalibur deb. Ko'rishingiz mumkin, 192 FA deb. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Xo'p, vomlari bor. Bunga ham vomlarga bemalol rotorni kashilka, karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Balonlari 500 ga 12 balon bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 600 ming so'm. Bitta plug, bitta ochar plus 10 ta tish qo'shib beramiz. O'zidan 40 ta tishidan alohida 10 ta tish qo'shib beramiz. Faqat sizlardan qiladigan ish shu. Videoga like bosib, shu videoni kommentariyasida aktiv bo'lsangiz, ilk kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, shu narxlardan qilib beramiz. Plus o'zidan chiqadigan zapas shponkalari, plus o'zidan chiqadigan kulus naborlari. 192 benzin motorimiz 17 ot kuchiga ega, temir kapotli bo'ladi. Ozoq filtrlari ham massinli ozoq filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bloklarga o'yib yozib qo'yibdi. Bu 5 stator variantda bo'ladi. Rullari uzun variantda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar narxi 6 million 600 ming so'm. 192 benzin motorimiz 17 ot kuchiga ega, ozoq filtrlari massinli ozoq filtr bo'ladi. Bu ozoq filtrning ham farqi bor.
Misol uchun ko'ryapsizlar. Bu moy solinadigan joyi. Ichida ham plasma havo chang to'g'ridan to'g'ri o'tib ketmasligi uchun bu tomonida machalkalar qo'yilgan variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin Excalibur. Bu tomonida ham machalka qo'yilgan variantda bo'ladi. Ikki tomonlama machalka qo'yilgan. Bu nimaga? Motorga to'g'ridan to'g'ri chang o'tib ketmasligi uchun qo'ydirilgan narsa bu. Ko'rishingiz mumkin mana farqlari. Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan 192 benzin motorimiz, baklari 5 litr benzin oladi. Akkumulyatorlari ham xuddi shunday boyagidek 36 talik katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Kichik akkumulyator emas bu. Rullari uzun variantda bo'ladi. Vomlariga bemalol rotorni kachilka zatka bunga ham ulab ishlatsa bo'ladi. Balonlari 500 ga 12 ikkita pashinipli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 192 F deb bloklarga o'yib yozib qo'yibdi. Korobkalari ham katta korobkada. Narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxi 7 million 200 ming so'm. Komplektda o'zini pichog'i tushirilgan Excalibur deb pichoqlarga o'yilgan variantda bo'ladi. Bitta plug, bitta ochar plus 10 ta tish qo'shib beramiz shu narx ichida. 190 lik benzin motorimiz 15 ot kuchiga ega bo'lgan. Bu ham xuddi shunday benzin 192 miz bilan birga bir variantda bo'ladi. Bu oddiy fara bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 100. Buni ham akkumulyatorlari katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Endi zatkamiz, universal motobloklarımizga zatkalarimiz ham bor. Ikkita parrakli, yonida pichog'i bor variantda bo'ladi. Bu universal motobloklarga tushadi, birga bir variantda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu zatkamizni 520 dollardan ikkita parrakli, yonida pichog'i bor variantda bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. 520 dollardan. Endi space zatkalarimiz Space shatkalarimiz 120 lik bo'ladi. 1,5 metrlik variantlari bor. Bu ham ikkita parrakli bo'ladi. Yonida pichog'i bor variantda bo'ladi. Bu yonidagi pichog'ining vazifasi chirmashgan bedalarni bir-birisining ustiga chirmashgan bedalarni kesib ketish uchun. Ko'rishingiz mumkin, o'zini original balonlari shiroki balonlar bilan jihozlangan. Motoriga keladigan bo'lsak, 9 ot kuchiga ega motor bo'ladi. Bu o'zliq baklari 5 litr benzin oladi. O'zliq filtrlari massivniy o'zliq filtr bo'ladi. Turgan joyda 360 gradusga buriladi bemalol. Skorslarga keladigan bo'lsak, ikkita skorsi bo'ladi. Orqaga bitta skors. Xo'p, satelitlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar narxi 1150 dollardan. Drabilkalarimiz sotuvda mavjud. Bu jodularimiz 4 tishli variantda, 6 tishli variantda bo'ladi. Mis motorligi bor, alyumin motorligi bor. Ikki motorlari 2 kilovatlik motor bo'ladi. Pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari 4 ta tishli variantda bo'ladi. Pichoqlari ham pechatli bo'ladi. O'zini pechati tushirilgan variantda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, mis motorligining narxi 2 million 100 dan, alyumin motorligining narxi 1 million 800 ming so'mdan. 6 tishlimiz ham 1 million 800 ming, 4 tishlimiz ham 1 million 800 ming so'mdan. Sklatimiz, rotorni kasilkamiz ham bor sotuvda. Rotorni kasilka bu chirmashgan bedalarni, plus yotib qolgan bedalarni ham bemalol o'rib keta oladi. 90 cm bo'ladi. Bu universal Excalibur motobloklarimizga tushadigan variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, vomlarga bemalol o'zini ulab ishlatadigan variantda bo'ladi. Pichoqlari ham qattiq materialdan ishlangan. Misol uchun mana pichog'iga o'yib yozib qo'yibdi, Made in Germania deb. Biz yolg'on gapirib sotmaymiz. Xitoy mahsuloti, Xitoy shunaqa pechat qo'yib bergan. Pichoqlari ham qattiq pichoqdan bo'ladi. Biz yolg'on gapirib Germaniski deb sotmaymiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5 million 300 ming so'mdan. Sklatimiz Toshkentda Sobir